ishga qo'li yonsa, o'stirgan buddilar, kubbelerge ko'rirga uyrenne fiksiler. Bar olarning maktabi, nishik so'ng bo'lmasin. Kimlarsin bu fiksiler, eydali sir bo'lsin. Kimlarsin bu fiksiler, eydali sir bo'lsin. Kimlersin o fiksiler? Eydali sir bo'lsin. Utuk. Buldu. Yardamingiz uchun rahmat. Gen Evgeniyich, Lizaqayim. premiya topshiruv tantanasi 1 soatdan. Ista Lizaqayim. Nindi premio? Bu yil dahiya. Tinoqsiz, ammo qadil. Haqli-da, aya. Oho, sizga topshirashaqlarmi? Aya? Televizordan da ko'rsatashaqlarmi? Albatta. Shit! Menga salam yo'llay olasizmi? Menga da. Simkaga da. Ayye, shulay deb aytdingiz. Fursatdan foydalanib fiksilerga salam yo'llaysa kelar. Aqldan yozdingizmi? Fiksiler turida barisida bilsin uchunmi? Gen Evgeniyich, istaligizda utuk ko'rgan edim. Lizaqayim, ник purshilasiz? Qarshi kelmagiz. Sizning qiyofatingiz mukammal bo'larga tegish. Qolaysa men sizni butunlay qoramayman deb o'ylarlar. Utuk jilinsin-da, kashtuningizni utuklarmin. Elektr utugining eng muhim biri jelatu spirali. Ул utukning tabanida yashirilgan. Utukni rozetkaga yalg'ig'ach, spiral da uning bilan birga tabanida jilina boshlaydi. Qaynar utuk bilan kiyimdagi sirlarni utuklab bo'lar. Utuk ishida hali suv sovuti da bor. Suv jilinib bir g'aylanadi. Var tabandagi teshiklardan chiqib, kiyimni tag'inda yaxshiroq utuklarga bo'lishadi. Tak, utuk jilindi. Suv salasig'ina qoldi. Gen Evgeniyich, bu suvmi sizni? Aya, suv. To'xta, yo'q, suv tugil. Narsa olaysan? Bu soq. So'q? Ayy, so'q shul. Mana endi utuk xarob bo'ldi. Nindi so'si. Men utukni otdim. Ya, Lizaqayim, qayg'irma qizlar. Qayg'irmasqa. Yil dahiy premiyasi. Siz il oldinda bigirlanib bitgan kashtundanmi? Ay, men bunga tuza olmayman. Hey, Liza. Hey, chidab turig'iz. Hey, sog'roq. Gen Evgeniyich, haligiz nechik? Eskitkish. Biz hozir utukni tuzatamiz. Siz Lizaqayni remontlag'iz. Boshlag'iz. Qarag'iz. Men yolg'onishni tuzatam. Siz nolik bilan utukni kiyigindan shistartig'iz. Aha. Lizaqayim. Og'izga keligiz. Bo'ldi, utukni tuzatdik. Lizaqayim, utuk ishlaydi. Shunlabmi? Men suzilib yotamunda. Oshig'irga kerak bit. Qo'ydasin utuk. Big'irlanib bitgan keyin motor tugilib. Shunga ko'ra eski zamonlardan kishilar turli usullar bilan sirlardan qutuluv yo'llarini izlaganlar. Qo'ygandir kiyimni utuklar uchun og'ir yostiq tosh ostiga solganlar. Burungi Rimdani metal cho'kich bilan sug'ib tegizlaganlar. Xitoyda qo'ynar tovalar yordamida utuklaganlar. O'rta asrlarda utuk bugungi qiyofatga kira boshlagan. U boshda shu yerdan ishlangan. Utuklar oldindan ana plitada jilqanlar, so'ndan ishina qizg'an unlar sola turgan utuklar borliqqa kelgan. Nihoyat 19-asrda o'ng'ayli elektr utugi o'ylab chiqarganlar. Biz ana bugungi kunda da foydalanamiz. Yil dahiy premiyasini loyiqlagan professor Jula
Афәрин, профессор. Тудис! Тудис! Рәхмәт. Шын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Фырсаттан файдаланып, сәлам юллыйсым килә фикс. Фикс культ сәлам. Әнә шулай. Бирегез премияны. Ух, йөреп чыкты. Искиткеч, гаҗәеп кеше. Кыяфәте дә мөкаммәл. Шулай дип әйтергә була. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә